Madaniyat vazirligida ERP madaniyat yagona boshqaruv tizimi haqida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Xodimlar uchun bu xavfsizlikmi yoki nazorat bosimimi? Ishyoqmas xodimga endi bosim bo'ladi-da. Madaniyat vaziri kubogi sport musobaqalari bo'lib o'tadi. Sportning shu mini futbol, basketbol hamda voleybol turlari bo'yicha o'tkazishni reja qilganmiz. Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi milliy raqs ijrochilari ko'rik tanlovi g'oliblari aniqlandi. O'zbek raqsidek jozibador, o'zbek raqsidek bir nodir san'ati butun dunyoda yo'q. Filarmoniya shou bitiruvchi 2025 gala konserti bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, 5-sinfgacha yaxshi o'qiganman. Men musiqa maktabida o'qiganman, lekin maktabda musiqa fanidan 3 qo'yishgan. Shu va boshqa yangiliklarni Madaniyatnoma informatsion tahliliy dasturida kuzatib boring. Madaniyat vazirligida sohani raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlardan xabardor etish yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda vazir o'rinbosari Murodjon Majidov, vazirlik markaziy apparati vakillari, soha xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Bugungi matbuot anjumanining maqsadi sizni va siz orqali shu jamoatchilikni Madaniyat vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan raqamlashtirish bo'yicha ishlar, ko'rilayotgan choralar haqida xabardor etishdan iborat. ERP madaniyat portali tizimini sizlar bilan birgalikda ko'rib, o'rganib, ushbu yagona boshqaruv tizimi o'zi nima uchun kerak, bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima, bu orqali biz nimalarga erishamiz va nimalarni yutamiz, shular to'g'risida batafsil ma'lumotlarni beramiz har biringiz. Matbuot anjumani davomida madaniyat va san'at sohasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish va boshqaruvni raqamlashtirish orqali xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirishga qaratilgan ERP madaniyat yagona boshqaruv tizimini ishlab chiqish hamda joriy qilish bo'yicha 2024-2027 yillarga mo'ljallangan harakatlar dasturi ishlab chiqilganligi ma'lum qilindi. Nima uchun HR tizimi qilinyapti? Axir bizda bor-ku davlat xizmatini rivojlantirish agentligida ham u yerda o'sha kadrlarni boshqarish siyosati yoki boshqa jarayonlar bor-ku. Nima uchun aynan bu portalda ham bu narsa, aynan bu tizimda ham aynan bu narsaga urg'u beriladi degan savolga e'tiboringizni qaratishni xohlagan bo'lardim. Agar ruxsat bersangiz, mana shuni mutaxassisimiz bir sharhlab bersalar, to'g'rimi? HR tizimi bor, Argos tizimida bor. E'tibor bersanglar, vakansiya Argosda bo'sh ish o'rinlari, boshqalar chiqib boradi. U faqat boshqaruv jarayonlari uchun-da. Misol uchun tashkilotlarda rahbar va o'sha buxgalter olib deyiladi, boshqaruv jarayonlari uchun. Lekin musiqa san'at maktablaridagi o'qituvchilar, madaniyat markazidagi to'garak rahbarlari, ularda ham lavozim bor. Ular Argos orqali uchun yuritilmaydi yoki o'sha oling teatrlardagi aktyorlarimiz bormi, kino ijodkorlarimiz bormi? Ularda ham bir yagona ma'lumotlar, raqamli ma'lumotlar bazasi shakllantirilmaganda, biz aynan bu tizim orqali shuni reja maqsad qilganmizki, o'sha butun vazirlik tizimidagi soha vakillari, misol uchun mana biz davlat mukofotiga tavsiya beramiz deymiz, yo vazir yoki kimdir xizmat safarida yurganda 20 yil, 30 yil, 40 yillardan beri sohada mehnat qilayotganlar o'sha paytda chiqib qoladi-da bizga. Yo boshqarmaga yo kimdir keladi-da, keyin vazirimiz aytadi, "Davay, beringlar, harakat qilinglar, nimaga bu odam qolib ketgan" deydi. Shunaqa mehnat qilganlarimizni ko'rolmay qolishimiz ham mumkin-da. Unaqa ijodkorlar qancha juda ko'p bo'lishi ham mumkin. Misol uchun sohaga jonini berib ishlayotganlar. Mana shu HR Argos tizimini joriy qilishimiz natijasida shu tizimlar to'liq raqamlashadi. Ularda o'sha integratsiya qilinib, PNFL orqali mehnat faoliyati, qaysi tashkilotlarda yurgan, hamma ma'lumotlar kirib kelib, bizda yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Agar ERP tizimi orqali barcha ma'lumotlar rahbariyatga ochiq bo'lsa-da, o'shanda xodimlar uchun bu xavfsizlikmi yoki nazorat bosimimi? Ishyoqmas xodimga endi bosim bo'ladi-da. Ishlaydigan xodimga bu rag'bat bo'ladi. Endi obyektiv inson omili yo'q, obyektiv shakllardan bittasi bu tizim bo'lgandan keyin. Bu endi men bu vazirlikdagi markaziy apparatga aytmayapman. Shu pastda quyida bir viloyatda, tumanda ishlayotgan, yaxshi ishlayotgan bir o'qituvchi yoki bir teatr bir yaxshi aktyor uchun albatta bu rag'bat. Chunki o'zining ishini shaffof ko'rsatib bera oladi. Yoki bir to'garak rahbari uchun biz bilmaymiz-ku, misol uchun bu yerda o'tirib bir Qoraqalpog'istonning misol uchun Beruniy tumanidagi bitta madaniyat markazida qanaqadir bitta fidoyi bitta to'garak rahbari bor.
Lekin uni kimdirlar o'rtada turgan qanaqadir bosqichdagi rahbarlar uni to'g'risida yo'q xohlamaydi, ataydan yo'q bilmasdan bizga ma'lumot bermayapti. Buni biz bilmaymiz, to'g'rimi? Demak, bizani hozirgacha olayotgan ma'lumotlarimiz obyektiv bo'lmasligi ehtimoli kattaroq. Bu axborot tizimi bo'lgandan keyin albatta bu obyektivligi endi 100% hech kim kafolat bermaydi, lekin baribir har holda bu inson omili aralashgandan ko'ra bu obyektiv ma'lumot deb o'ylayman. ARP madaniyat tizimi doirasida jami 26 ta axborot tizimlari ishlab chiqilib, uning natijasida 12 ta yangi elektron davlat xizmatlarining joriy qilinishi rejalashtirilgan. Endi ERP madaniyat, o'zingiz bilasizlar, ERP bu ingliz tilidan olingan bo'lib, korxona resurslarini rejalashtirish ma'nosini anglatadi. Bizda ham endi madaniyat vazirligida tashkilotlar soni ko'pligi, xodimlar soni shu bir 36 mingga yaqinligini inobatga olib turib, bizda ham shu ehtiyoj sezildiki, shunaqa bir axborot tizimi bo'lsaki, bizni kundalik ishimizni, tahliliy ishlarimizni demak raqamlashtirsak, buni samarasi oshadi degan reja bilan shu ishni boshladik. ERP madaniyat axborot tizimini ishlab chiqish natijasida vazirlik tizimidagi 1400 dan ortiq tizim tashkilotlari faoliyatida boshqaruv jarayonlari to'liq raqamlashtiriladi. 34 ming nafardan ziyod soha xodimlari hamda madaniyat va san'at sohasida faoliyat olib borayotgan erkin ijodkorlarning yagona ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ularning milliy madaniyatimizni rivojlantirishga hamda O'zbekiston imijini xalqaro maydonda yanada oshirish borasida amalga oshirayotgan ijodiy faoliyat bo'yicha milliy reyting yuritiladi. ERP tizimi, o'sha madaniyat tizimi tashkilot madaniyatiga moslashishi kerakmi yoki tashkilot madaniyati ERP tizimiga moslashishi kerakmi? Bu tizim yo'lga tushgandan keyin biz o'zimiz ham bunga moslashishimiz kerak. Madaniyat vazirligi tomonidan avval ishlab chiqilgan axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini ARP madaniyat yagona boshqaruv tizimi doirasida yagona nuqtada birlashtirish, takomillashtirish, foydalanuvchilarga qulayliklar yaratish, ommalashtirish hamda kiberbardoshligini kuchaytirish maqsad qilingan. Katta rahmat, yana bir bor xush kelibsizlar. Rahmat. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Yigirma 26 maydan 30 maygacha sportning mini futbol, basketbol hamda voleybol turlari bo'yicha Madaniyat vaziri kubogi an'anaviy musobaqasi o'tkaziladi. Aynan Madaniyat vazirligi, uni hududiy bo'linmalari xodimlari hamda respublika tizim tashkilotlari xodimlari o'rtasida Madaniyat vaziri kubogi o'tkazilishi bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorida kiritgan topshiriqlar bu ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilyapti. Bu qanday bo'ladi? Bu an'anaviy tarzda o'tkazib kelishga biz muvaffaq bo'lyapmiz. Sababi o'tgan yil ham aynan Madaniyat vaziri kubogini mini futbol sport turi bo'yicha o'tkazgan bo'lsak, bu yil birmuncha faoliyatni kengaytirgan holda sportning shu mini futbol, basketbol hamda voleybol turlari bo'yicha o'tkazishni reja qilganmiz. Hududiy boshqarmalar hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi xodimlari sportning mini futbol, respublika tizim tashkilotlari xodimlari basketbol, vazirlik markaziy apparat xodimlari voleybol sport turlari bo'yicha musobaqalashadi. Mazkur musobaqalarni tashkil etish bo'yicha vazirimizning tegishli buyruqlari tasdiqlangan. Mazkur buyruqqa muvofiq musobaqani tashkil etish joylari tayyorlanyapti. Shuningdek, hududlarimizda shu musobaqani final bosqichida ishtirok etuvchi jamoalarni saralash musobaqalari bo'lib o'tyapti. Aynan shu saralash musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar bevosita respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadi. Joy masalasiga keladigan bo'lsak, Madaniyat vazirligi tasarrufidagi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining sport maydoni hamda sport zalida ushbu musobaqalarni o'tkazish belgilangan. İkinci o'rindan tabriklayman harbiylar. Hech professionallardan qolishmadinglar. 26-27 may kunlari futbol musobaqalarimiz, 28-29 may kunlari basketbol musobaqalarimiz, 30 may kuni voleybol musobaqalarimiz o'tkaziladi.
Aynan musobaqaning final bosqichlari ham shu belgilangan kunlarda o'tkazilib, g'olib va sovrindorlarni taqdirlash 30-may kuni aynan San'at madaniyat institutida vazirimiz ishtirokida bo'lib o'tadigan tantanali marosimda g'oliblarni taqdirlash hamda vazir kubogini topshirish marosimlari tashkil etiladi. Madaniyat vaziri kubogi an'anaviy musobaqasida barcha jamoalarga omad tilab qolamiz. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Yigirmanchi 21 may kunlari Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi milliy raqs ijrochilari ko'rik tanlovi o'tkazildi. Mazkur ko'rik tanlovimizga 50 dan ziyod yosh ijrochi qizlarimiz o'z ijod namunalari bilan hakamlar hay'ati oldida raqslarini taqdim etishdi. 2 kun mobaynida bo'lib o'tgan ushbu ko'rik tanlovimiz 2 turdan iborat bo'ldi. Birinchi turda faqatgina Mukarrama Turg'unboyeva ijod asarlari namoyish etilgan bo'lsa, ikkinchi turda erkin mavzuda raqslarni ijro etishdi. O'ylaymanki, bu yerga tashrif buyurgan yosh raqqosa qizlarimiz bu yerda nafaqat ko'rik tanlovida ishtirok etish, balki sahnada bo'lganda ham televideniya sahnasida o'zlarida erkinlikni his qila olish mobaynida tajriba maydonida ijod namunalarini tomoshabinlarga namoyish eta olishdi deb umid qilamiz. Tanlovda raqs san'ati yo'nalishi bo'yicha 17-25 yosh oralig'ida 30 dan ortiq iqtidorli ijodkor yoshlar ishtirok etishdi. G'olibni aniqlash oson bo'lgan. G'oliblarimizni aniqlash uchun nafaqat O'zbekiston Respublikasi, balki Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va hatto Rossiya Federatsiyasidan hakamlar hay'ati vakillarini taklif etganmiz. Ular albatta o'zbek san'ati, o'zbek raqsini tomosha qilib, yangi bir o'zlariga yo'nalish ocha olishdi deb umid qilamiz. Sababi o'zlari aytishdi buni. O'zbek raqsidek jozibador, o'zbek raqsidek bir nodir san'ati butun dunyoda yo'q. Shu zaylda juda oson bo'lgani yo'q, qiynalishdi, va lekin yangi ijrochilarni, yangi O'zbekistonni, yangi yulduzlarni kashf eta olishdi. Bitta mana bugungi qatnashchilarni men hammasini matonatiga, shunchalik qo'rqmasdan O'zbekistonga yuzlanish bu o'zi bo'lmaydi. Chunki bu tanlovda nafaqat mana shu o'tirgan bir 30 kishi vaholanki butun O'zbekiston tomosha qiladi, raqs muxlislari tomosha qiladi. Demak, aytmoqchimanki, mana shu tanlovda qatnashishda o'zi g'alaba, lekin mas'uliyati bor. Mas'uliyati bor. Demak, mana shu berilgan diplom, berilgan mukofotlar, bularni hammasini hali oqlash kerak. Demak, bu mana shu bugungi san'atida to'xtab qolmasdan yana ham mehnat va yana ko'p mehnat qilish kerak. Ana endi sahnamizga tanlovimiz ishtirokchilarini taklif etamiz. Marhamat. Hakamlar hay'ati qaroriga muvofiq 3-o'rin Oybek va Odinaxon hamda Ravshan va Yorqunoga, 2-o'rin Rayimboy va Hilolaga, 1-o'rin Shavkat va Sabrinaga, oliy o'rin esa Kamolxo'jay va Shukronaxonga nasib etdi. Bu oliy o'rin menga yana ham shu Mukarrampani maktablarini, shu o'rgangan har bitta bilimlarimizni to'g'ri kelajak avlodga tatbiq qilib, ustozlarimizni yuzini yorug' qilish uchun menga yanada bu kuch bo'ldi. Mazkur ko'rik tanlovini tashkilotchilar endi xalqaro miqyosga olib chiqishni o'z rejalariga kiritishdi. Demakki, hakamlar hay'atini xalqaro darajada taklif etdikmi, bu xalqaro maydonga bir qadam qo'yildi degani. Va albatta lazgi, maqom, baxshi singari bu tanlovimiz ham xalqaro darajaga olib chiqiladi. Bu haqida bu yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Albatta, bundan buyon faqat xalqaro bo'ladi. Chunki biz bu tajribani bultur boshladik.
Chunki agar xabaringlar bo'lsa, bir 3 yil oldin Mukarram opani yubileylarini xalqaro miqyosda o'tkazganmiz. Ana o'shanda menda shunaqa fikr paydo bo'lganki, aynan madaniyat vaziriga murojaat qilib, mana xalqaro Lazgi festivalidan xabaringlar bor. Demak, Mukarram opani ham bular aynan mana shu nima deydi, o'sha nimaga munosib insonlar. Bular darg'alar, mana shu raqs malikasi Gavhar opa, Tamara xonim, Roziya Karimovani shogirdi Mukarram opa bo'lganlar. Lekin ana o'sha ustozlardan o'tib ketganlar. Chunki ular nafaqat o'zlarining ustida, balki o'zlaridan keyin tirik haykal qoldirdilar. Mana shu Bahor ansambli. Madaniyatdon Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. maydan 21 maygacha Milliy kino san'at saroyida bepul kino namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Ayni damda esa Sevdo badiiy filmining namoyishi tomoshabinlarga taqdim etilmoqda. Mening ham o'z orzularim bor. Qo'shiqchi bo'lish xolis. Qo'shiqchi bo'lish uchun birgina iqtidor kamlik qiladi. Hamma yoqda tanish bilish. Bana orzuyam qilmadi. Film estrada yulduziga aylangan yosh qiz hayoti orqali jamiyatdagi muhim ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratadi. Demak, ular bir kishi bo'lmagan. Nega bunday deb o'ylayapsiz? Kimdir pichoqlagan, kimdir bo'g'gan. Film kriminalligi va boshqa kinokartinalardan butkul farq qilishi bilan tomoshabinlar hurmatini qozona oldi. Syujetiga keladigan bo'lsak, juda ham qiziqarli, nimagaki ko'p kinolar bitta protsessda ketadi. Bunda boshqacha ishlangan ekan, ya'ni u yoqdan bu yoqdan turli xil jarayonlar ketma-ket emas, sochilgan tarzda namoyish qilingan ekan. Shuning uchun ham menga qiziqarli tuyuldi va e'tiborimni tortdi. Nima bo'lsa bo'lar, yozaylik tezroq. Hamma joy-joyiga. Tutun, motor, qo'shiq ketdi. Bu kinoni birinchi marta ko'rishimiz premyera. Sevdo filmi asosan o'sha Laylo Aliyevani o'limi bilan bog'liq holda olingan. Oxirgi uchrashuvingiz qayerda bo'lgani haqida batafsil gapirib bering. Menga qara. Bo'ldi qil endi. Savol beraverasanmi? Kimligimni bilib turibsan? So'rading, aniqlading, bo'ldi qo'yvor. Fuqaro Husaynova. Odil akaning to'yida Sevdoni qornidan changallab, onangni ko'rsatmasam, otimni boshqa qo'yaman degan ekansiz. Shu to'g'rimi? Yo'q. Unaqa bo'lmagan, yolg'on bu gap. Shunda turtilib o'tib ketgandim. Ortiqcha umuman hech narsa gapirmaganman, yonidan o'tib ketganman bo'ldi. Film syujetiga keladigan bo'lsak, uning eng afzal taraflari hayotiylik bor, ya'ni qo'shiqchilar, raqqosalar o'zlari aslida qatnashib o'ynab berishgan. Ana shu jihatlari yoqdi. Qizim, tushunib turibman, ammo jonli yozishga bu studiyamiz akustikasi umuman to'g'ri kelmaydi. Milliy kino agentligi yana 24-25 may kunlari bepul filmlar namoyishi o'tkazishi kutilmoqda. Chiroyli bo'lishiga men ham harakat qilyapman. Mahkamaga shu qo'shiqdan keyin birrov to'yga borib kelmasam bo'lmaydi. Kattaroq odamni bolasi uylanyapti. Uyushmagan yoshlar bilan 2024-yilning 23-aprel sanasida vazir va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Madaniyat vaziri har bir yoshning o'zi va oila a'zolari bilan yakka tartibda suhbat o'tkazdi. Yoshlarning muammolari va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda mazkur muammolar bartaraf etildi. Yumshoqroq bo'ladi. Yumshoq materialli bo'ladi. Men o'sha yoshlar yetakchisi bo'yicha chaqirtirildim vazir oldilariga. O'shanda vazir so'raganlarida turib etdim. Shu sohaga qiziqaman, mana shunaqa deb etdim. Keyin xo'p dedilar, biriktiramiz dedilar. Keyin biriktirishdi, shu milliy teatrning anaqasiga biriktirib qo'yishdi. Hozir o'rganayotgan narsalarim teatrning zalda kiyiladigan kiyimlarini tikishlarni anaqasini o'rgatishyapti. Har bitta tikilayotgan anaqaga uni otini yozib qo'yamiz. Chunki aktyor adashib ketadi. Tikish-bichishlarni bilib, ko'rib, o'rgansam, keyin o'qishga topshirish niyatim bor. O'qishga topshirsam, shu soha bo'yicha ketmoqchiman men. Mana ko'rsatgan narsamizda, tikilayotgan narsa, bichilayotgan narsalarda bu malaka oshirish degandek, o'shani o'ziga sindiryapti. Sindirib, o'ziga bir narsani olganidan biz xursandmiz. Mana hozir 5-6 kun bo'lib qoldi. Vaqtida kelib, vaqtida ketyapti. Mana hozir opalaridan bu yerda Gul opasi bor, Oysanam ham borlar. Shulardan
tikish jarayonlarini o'rganyapti. Masalan, mana bichsam, Munira opam bichsalar, shulardan ko'rib, so'rab, hamma narsani olib, o'ziga bir narsani sindiryapti bu qiz. Bu ichiga buni qilsam bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, buni ichiga buni qilsa bo'lmaydi. Bu qara mana. Endi qasam ustiga bo'ladi. Bu qalin. Ishsiz edim. Ishsiz, axborot texnologiyaga juda ham qiziqardim. Hamda bir ikkita kurslarni bitirib, hozirda ish qidirayotgandim. Omadim kelib qolib, shu vaziflar uchrashib, menga asosan tajriba kerak edi. Shu tajriba orttirish uchun bu yerga kelgandim. Ya'ni vazirga o'ziga uchrashib, muammoimni tushuntirib, ya'ni menga tajriba kerak. Shuni kelganimda o'zlari, shaxsan o'zlari ko'rsatib, endi yordamchilarini ko'rsatib, hozirda tajribali mutaxassislik bilan o'z tajribamni oshiryapman. Bu saytning asosiy vazifasi hozirda qilingan ichki tashkiliy sayt bo'lib, bunda chetga chiqqan xodimlar yoki O'zbekistonga kelgan mehmonlarning qatnashgan tadbirlar haqida ma'lumotlar yig'adigan baza sifatida sayt qilingan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin har xil mamlakatlar, ya'ni mamlakatlarga ishtirok etgan xodimlarning bunaqalari, ma'lumotlari, bizda bo'layotgan tadbirlar, xalqaro tadbirlar va bizning tadbirlarda ishtirok etgan mehmonlarning ma'lumotlari bor. Bu kelgusida misol uchun qanaqadir o'zimizga kerakli ma'lumotlarni topish uchun ishlatiladigan sayt. Ushbu uchrashuv uyushmagan yoshlar bilan tizimli ishlash, ularning muammolarini hal etish, ijtimoiy faolligini oshirish hamda kasbga yo'naltirishda samarali dastur bo'ldi. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Buni ustiga qilib, mana ushlab ko'ryapsiz, qattiqmi? Qalin materialni ustiga cho'ponga qildik. Bitiruvchi 2025 yoshlari uchun O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tomonidan Humo Arenada Filarmoniya Show nomli qiziqarli gala konsert bo'lib o'tdi. Gala konsert davomida sahnaga chiqqan yulduzlarimiz nafaqat ijrolari bilan, balki maktab davridagi quvonchli onlari, qilgan sho'xliklarini aytib, barchani lol qoldirishdi. Maktab davringizni qanaqa eslaysiz? Qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? Maktabda juda ham sho'x o'quvchi bo'lganman. To'g'risini aytsam, 5-sinfgacha yaxshi o'qiganman. 4-5 ga o'qiganman. 5-sinfdan keyin nechaga o'qiganimni bilmayman. Aynan nechaga o'qigansiz deb savol bermadingiz, lekin sho'xroq bo'lganman ozgina. Men musiqa maktabida o'qiganman, lekin maktabda musiqa fanidan 3 qo'yishgan ataylab, chunki men kirmaganman. Musiqa maktabida o'qiyman deb endi o'zimcha. Va mana shu 3 ko'rgandan keyin klass jurnalini olib yoqib yuborganman. U jurnalni bir oylab qidirishgan, topisha olmagan, keyin qaytadan uni to'ldirishgan. Ingliz tili darsi bo'lgan. Birinchi partada ustoz shunday yonida o'tirganman va bilasizlar, doskalarga today is deb sanalar yozilardi. O'shanda o'zimcha kulib today is deb o'qiganimda ingliz tili ustozi kitob bilan bitdik boshimga tushirgan. Shundan keyin ingliz tilini yaxshi o'qishni va today deb o'qishni o'rganganman. Maktabda eshitgan so'kishim hayolimga keladi. Men zo'r so'kishgan lineykada. Nima sababdan? Hammani xayoliga keladi bu narsa. Darsdan qochayotgan paytim bo'lgan. Koridorda bitirmaganmisiz maktabni? Yo'q, maktab tashqarisida bitirganman. Bilasizmi, men sho'x bola edim maktab paytida, juda ham xuligan bo'lardim. Xuligan juda ham bo'lardim, lekin hozir odobli bo'lib qoldim. Takoy akkuratni maktabdan keyin kostyum shimlarni kiyib, takoy akkuratni bo'ldim. Fanlarni yaxshi o'qigansiz? Ingliz tili, rus tili, adabiyot, informatika o'zi qo'yib berardi bahoni. Tarix, ustozimiz o'zlari zo'r odam edilar. Takoy gap berib o'tkazib yuborardilar darsda. Yana shunga o'xshash darslar bor, bitta yarimta shunday.
fizika fanidan yomon baho olardim, yoqtirmasdim. Lekin taqdir taqozosi bilan ovoz rejissyorligida o'qiganimda fizika juda ham kerak bo'lib qoldi. Afsuslandim o'qimaganimga. Lekin tarix fanini juda yaxshi ko'rardim. Adabiyot, ona tili, mana shulardan deyarli zo'r o'qirdim. Eng yaxshi ko'rgan fanim hamma qatori jismoniy tarbiya. Keyin madaniyat darsi bo'lardi. Keyin musiqa darsi bo'lardi. Keyin ona tili adabiyotni yaxshi ko'rardim. Xullas shu yomon ko'rgan fanim fizika bilan matematika edi menimcha. Darsdan albatta qochgan. Постоянно bo'lardi, chunki men ko'proq spetsga kirardim. Pianino bo'lganmanda, skripka bo'lgan, и vokal bo'lgan. 3 ta направлениеga прям qoldirmasdan kirardim, lekin fanlardan qochardim. Постоянно oyimdan gap eshitardim shuni deb. Shahlo Ahmedova maktabga kim olib borgan 1-sinfda? Lolapam. Shunaqa urishib olib borardilar, chunki men uxlashni yaxshi ko'rardim. Tepamda turib, o'zlari ham konservatoriyaga ketishlari kerak bo'lardi, meni Uspenkaga olib borish kerak bo'lardi. Jahllari chiqib, oyi turmayapti, turg'izing buningni deb meni urishib, lolapam olib borganini eslayman. Aynan sizlarda bitiruv kuni qanaqa bo'lgan 25-may o'sha bitiruvchi estafetani taqqansizlar, kim bilan chiqqansizlar, qanaqa hissiyotlar o'tgan o'sha paytda? Bitiruv paytimizda haligi xayr sho'xligi mana hozir ketyapti. Xayr maktabim taronasi hit bo'lgan payt, o'shani bo'ynimizda bog'lab, mana shu ashulani xirgoyi qilib, ko'chalarda shahar kezganmiz. Kechagiday yodimda. Keyin anaqa bitta eski tarona bo'lardi. Ey sinfdosh degan shular. Bir narsa. Eng muhimi o'sha 25-may kuni mana shu so'nggi qo'ng'iroqni qanaqa o'tganini masalan his qilmaganmiz. Maktab tugayotganini his qilmagan. Tugagandan keyin 1 oy 2 oy o'tib, voy, maktab tugadimi? So'nggi qo'ng'iroqmi? Voy, boshqa ko'rmaymizmi? Maktabga bormaymizmi degan tushuncha keyin bo'lgan, rostdan ham sog'inib qolganmiz maktabni. Birdaniga hamma yig'lashni boshladi. Men shuni eslayman. Birdaniga hamma nimagadir yig'lashni boshladi. O'sha payt ichimda nimadir shuvilladi. Sizchi? Yo'q, endi masalan nima his qilsak ham biz sразу yig'lab bermaymiz-ku. Ya'ni esim yo'q, balki yig'lagandirman burunlarim oqib. Ya'ni tushunmay yurganman, maktab tugayapti, biz bitiryapmiz, tushunmayapman. Birdaniga qarasam hamma yig'lashni boshladi. Ustozim har doim meni degan ustoz yaxshi ko'ryapti. O'shanda tushundim, shu ichimda nimadir juv qildi-da. O'shani tushundim, maktab tugab qopti dedim. 25-mayda zo'r, birinchi marta hayotimda gul berdim. Официальный hamma qizlarga gul berdim, bittagina rozachalardan o'shanda. Qaroch maktab tugamaydi. Shuning uchun maktabdan keyin ham o'qishda davom etamiz. Butun hayotimiz o'qish. O'zingizlarni juda qattiq qiynab qo'ymanglar, orzuga qarab, niyatga qarab, maqsad qo'yib intilinglar, qadam-ba-qadam har kuni yaxshiroq bo'lib, har kuni kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishga intilib, Xudo xolasa maqsadlarga erishib yuringlar. Har doim orzu qilishdan to'xtatishmasin, orzulariga ishonishsin va olg'a qadam bosishsin. Albatta siz orzu qila oldingizmi, siz unga albatta erishasiz. Faqat olg'a. Hurmatli bitiruvchilar, hammanglarni kelajakdagi qadaminglarda, kelajakdagi ishlaringizga hammanglarga omad. Endi sizlar haqiqiy katta hayotga qadam bosasizlar va hech qachon adashmanglar va buyuk O'zbekistonimizni qalbida yaxshi ko'radigan, sevadigan inson bo'lib yuringlar. Tilaklarim avvalambor shu maktab paytini yaxshi o'tkazib olishsin va mazza qilib sho'xlik qilib olishsin. Hamma narsani kachelilar deylik-ku, attraksionlarni o'tib olishsin. Va balkim o'zini birinchi muhabbatini ham ko'rishib olsin va ustozlarni yaxshigina to'yib olsin ustozlarga. Mana o'sha maktabdan keyin o'sha bunaqa ustozlar bo'lmaydi, to'g'risini aytsam. Bitiruvchilarimizga men nima tilak bildirsam ham, men buni qilinglar desam ham qilmasligini aniq bilaman. Aynan shu o'quvchilarimiz aynan o'ziga kerakli kasbni chuqur o'rganib, yaxshi ko'rgan kasbini o'rganib, nima deydi, o'shani ustida ko'proq ishlasa, o'sha fanni ustida ko'proq ishlasa, o'zini maqsadiga erishadi. Ushbu gala konsert nafaqat bitiruvchilar, balki barcha ishtirokchilar uchun unutilmas lahzalarga boy bo'lganligi aniq. Bitiruvchi 2025 yoshlarga hayotlaridagi yangi bosqichda ulkan zafarlar tilab qolamiz. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati.